Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ko'pchilikni qiziqtirgan 3 ta savolga javob berib o'tib ketamiz. Buni qanchadan yeyish kerak, qachon yeyish kerak, nimaga yeyish kerak degan savolga. Birinchi savollari buni qanaqa yeyish kerak, nima foydasi bor degan savol ko'p tushyapti kommentariyalarda. Hammamiz bilamiz, odamlarda 3-4 yil oldin gripp kasalligi bo'lsa, 3 kun 4 kun ichida yaxshi bo'lib ketardi. Hozirgi kunda kim shamollab gripp kasal bo'lsa 10 kun 15 kun davom etyapti. Buning sababi nima deyilganda, immunitet nihoyatda pastligi hisoblanadi. O'shaning uchun mana shu aralashmamizdan yeb tursalar, xudo xolasa immunitetlari baquvvat bo'lib, kasallik, gripp, shamollash degan narsa bo'lmaydi. Buni qanchadan yeyish kerak degan savolga, buni 15 kun yeyish kerak. Bir kunda bir qoshiqdan och qoringa ovqatdan yarim soat oldin. Qaysi yoshdagilar yeyish kerak deyilgan savolga 7 yoshdan 70 yoshgacha yesa bo'laveradi. Xullas, buni tarkibida 13 xil mahsulotimiz bor. Eng toza, yaxshi, original narsalarni qo'shganmiz. Tog' asaliga tayyorlangan, davlinalarni ham oshirmaydi. Buni yeganda immunitet nihoyatda ko'tarilib, odamning erkaklarning quvvatini oshiradi, yosh bolalarda gijjalariga ham yaxshi hisoblanadi. Yeb ko'rgan odamlar foydasini bilib, hozirgacha so'rab olishyapti. Mana idishimizda to'ladi. O'zi ozgina qoldi. Oz dastlabkamizga solib, qolganlarni ham chiqarib yuboryapmiz. Buni tez kasal bo'lib turib shamollaydigan do'stlaringizga jo'natib qo'ying.